Yunusobod tumani 11-kvartal kelganmiz. Ikki xona birinchi qavatdan katta огородlari bor, yaxshi remontli xonadonimizga chiqqan. Orientir sizlarga sira tushuntirib o'taman. Ko'rishinglar mumkin. 400 metr pastroqda megaplanet bo'ladi. Mana bu yerda mana 300 metr pastroqda Pechishok, Turkiston metro bo'ladi. Shuna yo'lda ikkinchi dom, joylashgan joy va zo'r, ijaraga berishgan. Bemalol spokойно $500 dan ijaraga bersanglar bo'ladi. Chunki remontlari yaxshi va qisman mebel texnikalari ham qoladigan xonadonimizga chiqqan. Narxi $67500 o'rtoqlar. Birinchi qavatdan bunaqa narxga topish juda ham qiyin masala. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Like bosib esingizdan chiqmasin va albatta Telegram kanalimizga obuna bo'linglar. Chunki Telegram kanalimizda uylar juda ham tez sotilib ketyapti. Endi esa uyimizdan to'liq obzorni ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Главный подъездdan kirish eshigimiz, uzungina koridorimiz bo'ladi va to'g'rida hammom tualet разделный bo'ladi, ya'ni sanuzolimiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yoqda mana hammom bo'ladi, remontlari juda ham sifatli qilingan ekan. Xo'p, bu yoq tomonda mana ko'rishingiz mumkin, hojatxonamiz juda ham sifatli remont qilingan. Bu xonadonimiz разделный, mana bu yoq tomonda spalniy zonamiz mana. Spalniy zonamizda ham kerakli mebel texnikalari bor ekan. Xo'p, bu yoq tomondan yurib kelamiz, bu yoqda mana zalxonamizni ko'rishingiz mumkin. Zalxonamiz ham kattagina 315 ga 520 bo'ladi. Konditsionerlari ham bor. Bu yoq tomonimiz balkonli zonamiz mana ko'rishingiz mumkin. Yana kichkina tapchan qilib qo'yishgan ekan va mana bu yoqqa chiroyli eshiklar akfadan yopib qo'yishgan ekan. Bu ham chiroyli yechim qilingan. Bu yoq tomonimiz mana kuxonniy zonamiz, ko'rishingiz mumkin. Kuxonniy zonamiz ham juda ham udobniy, o'zini aksessuarlar joylashtirilgan. Va bu yoq tomonda oxirgi eng kulminatsion nuqtasi огород bo'ladi mana. Огород ham kattagina ko'rishingiz mumkin. Огород gluxoy bo'ladi. Bu yoqni bemalol o'rab, tapchani zona qilib, barbekyu zona qilsanglar bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Shunaqa zo'r lokatsiyadan ikki xona qilib olgan tanishlarga video jo'natib qo'yinglar. Like bosib esingizdan chiqmasin. Uy uchun sizlar uchun maxsus salomat bo'linglar.